Agar siz rostdan ham o'z produktingizni sotmoqchi bo'lsangiz, shunchaki taklif bermang. Bu fikrni esingizdan chiqarmang. Mashhur marketolog Edward Levits bitta ibora aytgan: odamlar drelni emas, balki devordagi teshikni sotib olishadi. Lekin gap teshikda ham emas. Ular aslida nimani xohlashadi? Devoriga osiladigan rasmni. U rasm esa ularda faxr, quvonch uyg'otadi, ayniqsa uyga mehmonlar kelib rasmni maqtashganida. Drel bu shunchaki vosita, teshik esa oraliq bosqich. Asl qadriyat esa bu his-tuyg'ular, o'zgarish va tajriba. Shuning uchun mahsulotni emas, funksiyalarni emas, balki u olib keladigan o'zgarishni, B nuqtangizni soting. Masalan, shaxsiy brend formulasi kursim 13 ta modul va 50 dan ortiq darslardan iborat kurs emas, balki siz endi kontent ustida qiynalmaysiz, soatlab ssenariy yozib o'tirmaysiz va nihoyat blogingiz o'sishi, rivojlanishi boshlaydi. Nafaqat SMM bilimlari, targeting, myblografiya, stories making, sotuv bilimlari ham sizga beriladi. Kurs haqida to'liq ma'lumot olish uchun opisaniyani o'qing. Agar Instagramda haqiqiy o'sishga yordam beradigan foydali materiallarni qo'lga kiritishni xohlasangiz, menga obuna bo'ling.